Top 3 ta eng yaxshi parfyum obzori. Birinchisi, Grecha Tutu. Ochig'i, bunaqa parfyumni men hech qayerda uchratmaganman. Tepa notalarida kokos va greypfrut mevalari, birozdan so'ng yanada ochilib, iforli gullar, ya'ni geliotrop va jasmin gullari, a bazaviy notalarida malina va muskus notalari bilan yanada jozibali bo'lib ochilib kelyapti. Даже bu atirni men stilli deb ayta olmayman, sababi hech qaysi atirga o'xshamagan, lekin hidi jihatidan o'ta yoqimli. Ikkinchi atirimiz Devil Centric. Buni men ko'proq Old Money stiliga o'xshataman, chunki o'zini tutmagan, ulg'ayganlik hissi ko'proq didli va elegantni yuradiganlar uchun. Va yana buni stoykasi ancha-muncha atirlardan ko'proq turib beradi. Navbatdagi esa Armand Bassin Red. Bu aromatdan bahor ifori keladi. Aynan mana shu havoda kayfiyatni ko'taradigan atir. Notalarida sitrus mevalari, ambra, oq muskus, vanil, liliya guli, jasmin, fialka bargi, smorodina va pion gullari, tasavvur qiling, barchasi aynan mana shu parfyumda. Kundalik sepishlar uchun idealniy aromat. Hidi konechniy, odam yana sepgisi keladi. Buyurtma uchun dayrakdan murojaat qiling.